Siz yoshligingizda Toshkent qanday bo'lgan? U har safar o'zgarib turgan deb ta'kidladingiz. Albatta, u o'z hayotining ma'lum bir bosqichida edi. Men inqilobgacha bo'lgan o'sha patriarxat Toshkent davrida yashamadim, afsuski. Albatta, balki bu yaxshilikkadir. Chunki o'sha paytda bizning davrimizgacha yashamagan bo'larmidim. Lekin Toshkentning ikki voqea, Buyuk urush va Toshkent zilzilasi kabi voqealarga guvoh bo'ldim. Bu davr boshqacha edi. U bizning oldingi buyuk davlatimizning kurort shaharlariga o'xshardi. Chunki bir yozuvchi yozganidek, chunki bu janub, yashillik, chunki odamlar janubiy. So'zlashuv boshqacha dialektga ega yoki ruslar Leningradliklarga o'xshab gaplashadi. Bizni har doim bu ibora bilan deb bilishadi. Chunki haqiqatan ham Toshkentning rus tili, Sankt-Peterburg tili, albatta va bularning barchasi ko'zga tashlanardi.